Assalom kanalimiz tinglovchilari. Bugun biz navbatdagi video yo'riqnomamizni 2023, 2024, 2025 va bundan buyon umumta'lim maktablarini tugatadigan bitiruvchilarda shahodatnomasini qanday qilib yuklab olishga bag'ishlaymiz. Bu aynan MyGov.uz orqali emas, shahodatnoma.uz degan platforma orqali amalga oshiriladi. Demak, mana shu yuqorida yozilgan ko'rinishda yozib, shu platforma orqali o'tishga to'g'ri keladi. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, demak, shahodatnomani yuklab olish degan ustun to'xtabdi. Aynan mana shu ustun orqali quyidagi amallarni aynan bitiruvchiga nisbatan terilishi lozim bo'lgan amallarni, endi jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami, aynan bitiruvchiga tegishli bo'lganini va tug'ilgan sanasini aks ettirish kerak bo'ladi. Demak, bundan bizda himoya kodini kiritish talab qilinadi. Aynan yozilgan formatda katta kichik harflarni va sonlarni tuzilishiga qarab, aynan katta yoki kichik yozilganiga e'tibor qaratib terishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda qidirish tugmasi bosiladi. Shunda bizga demak so'rov muvaffaqiyatli bajarildi va bitiruvchiga tegishli bo'lgan shahodatnomalarni yuklab beradi. Yuklab olish jarayonida demak avtomatik tarzda yuklaydi. Yuklaganda demak bizini aynan ko'rishimiz mumkinki, bitiruvchiga nisbatan shahodatnoma qo'limizda turibdi. Takror eslatib o'tamiz, bu xizmatdan faqatgina 2023, 2024, 25 va bundan buyon bitiradigan bitiruvchilar foydalana olishadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelgusi video yo'riqnomalarda uchrashguncha xayr.